biz texim qiziqaroq bo'lgan bir appletni yasaylik. Ya'ni bu applet biz kompyuter bilan paranlasha oladigan bo'lsin. Buning uchun avval ma bala appletni qurib oldik. Bu yerda hech qanday narsa bizga yangi emas. Ma Masudni bilma applet degan meyadin kelgan, ma graphics deganchi ma'nodan kelgan deymiz. Bularni meyada qatlapla qo'yamiz. Qanday yasaylik desak, bu applet bizdan bir san kirgizishini bir uchur kirgizishini so'rsin. Biz o'sha uchurni kirgizsak, shuning qarta bir ish qilib bersin. Nima qilaylik, masalan, birga birni qo'shib qancha deb birni kirgizsak, qo'shib bir amalni ishlab baqsaq, masalan, private tab double qo'shish deb belgilar ifodalab qo'yay. Bu nima ish qilsin desa, bizdan san kirgizishni talab qilsin. Biz shu sanni kirgizaylik. Buning uchun nima ishlatamiz desa, G option pane show input dialog san kirgizing. Birinchi sanni kirgizing deb xat so'rdi. Ma uchurni applet orqali bizga chiqarib berdi. Biz ma'lum bir sanni kirgizing deydi. Bu kirgizsak, bu kirgizgan sanni ma'lum bir string shaklda, masalan, sam1 deb qo'ysam, ma'noda saqlab berdi. Ma show input dialog degan bu kompyuterni bizlan ishlatuvchi bilan dialog qila oladigan bir metod. Bu nima deydi bo'lsa, ma uchurni chiqarib bir san kirgizing degan bir uchur chiqardi. Biz sanni kirgizsak, uni ma sam1da saqlaydi degan gap. Endi ikkinchi sanni kirgizsin, mega 2 yil deb qo'yay, kopiyala qildim. Ikkinchi mega ma birinchi bo'lsin. Birinchi san ikkinchi sanni kirgizma, ikkinchi sanni kirgizdik-da. Birinchi sanni kirgizgan qiymatimiz san1da saqladi, ikkinchi kirgizgan sanimizni san2da saqladi deydi. Qisa bu hozir string holatida biz buni qo'shish uchun bu double. Buning tipi double. Shunga stringni double ga o'zgartirishimiz kerak. Buni o'zgartirishning usuli double s1 deb qo'yay. Men nima qilyapman desam, mouse stringni double shaklga aylantiryapman. Aylantirish uchun parse double degan metodni ishlatamiz. Men nimada chiqib oldik? Biz buning uchun nimani import qilamiz desangiz, import javax mana da cho'ng yoziladi. Double debda ma'nodagi moddiy cho'qim cho'ng yozilishi kerak. Men nima ish qilyapman? Ma stringni sam1 degandek biz kirgizgan qiymatimiz amaliyotda siz san kirgizsizda, lekin kompyuterni string sifatida saqlaydi. Shunga men bu stringni double ga aylantirdim. Aylantirib s1 da saqladim degan gap. Endi ikkinchi qiymatini o'xshash qilish uchun mouse s2 bo'lsin, meyadagi mouse san kirgizgan ikki qiymatni double ga o'zgartirdim degan. Endi bu ikki sanni kirgizma, bu ikki sanni nima ish qilmay, meyadagi qilib qo'shish deb. Ikkisini qo'shsaq s1 qo'shilgan s2. Bu ikki sanni yig'indisini qo'shib saqlayman degan. Endi qo'shishning natijasini bizga chiqarib bersin. Chiqarib berish uchun super paint g draw string yig'indisi bega qo'shish. Ma o'rnak qilib bersin, masalan 30 40 degan o'rni bek. Endi qisqa qilib birla tushuntiraychi. Ma import qilgan paketlarni qisqartirib, double tipdagi bir variable'ni jakarlab oldim. Jakarlab mana nima ish qilyapti desa, ma g option pane degan klassni, ma show input dialog degan metoddan foydalanib appletni bizga uchir chiqarib chiqaryapman-da. Birinchi sanni kirgizing deb so'rdi. Siz kirgizgan sanni sam1da saqlab oldik. Lekin siz san kirgizsiz, lekin uning tipi string bo'ldi. Ikkinchi sanni kirgizdi, ma'noni saqlab. Endi bu string qanday double ga tip o'zgartamiz. O'zgartirish uchun parse double degan metodni ishlatamiz. O'zgartib s1 buni ikki yig'indisini qo'shib saqladik. Endi uning natijasini bizga chiqarib berdi. Yig'indisi deb qo'shni chiqarib bersin, nega chiqarib bersin? X o'qi 30, Y 40 dega chiqarib bersin. Deb shuni ijro qilib boqaylik. Men ko'rinyaptimki, men applet ko'ringan bo'lishim mumkin, men chiqar. Birinchi sanni kirgizing deb chiqdi. Masalan, men 67 ni 65 ni kirgizdim. Okay. Nima? Ikkinchi sanni kirgizing dedi. Masalan, 85 ni kirgizdim. Okay. Unda men appletga yig'indisi 150 deb chiqarib berdi. 150 deb chiqarib berdi buni. Bu nereden keldi? Applet nereden geldi desa, ma'no buyruqdan keldi. Yig'indisi qo'shishchi, qo'shishmaning yig'indisi. Desak, bu bir oddiy bo'lgan appletning misoli.